Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, yaqinda beri bir kitob o'qiyapman. Kitobning nomi O'kinma. Biz turgan joy Savr tog'i. Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Makka dan Madinaga hijrat qilayotgan vaqtda 3 kecha kunduz qolib ketgan joylari eslaringizda bo'lsa, Rasululloh bilan g'orni ichida turganlarida mushriklar istab kelib o'rtalarida 2-3 metrgina masofa qoladi. Shunda Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohga tashvish qilib, rosa ham diqqat bo'lib qoladilar. Diqqatlik shunchalikki o'zlari yuzlarida bilinib, ovozlarida bilinib, "Ya Rasululloh, agar bular shunday engashsa bizni ko'rib qoladi-yu" dedilar. O'shanda to qiyomat kunigacha musulmonlar uchun meros bo'lib qolgan, nasihat bo'lib qolgan Rasulullohning og'izlaridan go'zal so'zlar, nasihat chiqadi. La tahzan, innalloha ma'ana. Ey birodarim, o'kinmang, Alloh biz bilan. Mana shu kitobdan olib o'qing. Uyingizda tursin, ayolingiz o'qisin, bolalaringiz o'qisin. Allohning taqdiriga rozi bo'lishni o'rganishsin. O'kinmaslikni o'rganishsin. Agar kishi o'kinmasa, siqilmasa, deyarli kasal ham bo'lmay qo'yadi. Unga na psixologni, na motivatorni gapi kerak bo'ladi. Omon bo'linglar. Biz uchun eng buyuk psixolog, eng buyuk motivator Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lganlar va bo'lib qoladilar inshaalloh.